Mirali Jo'rayev ko'rmisham, bandaman qo'shiqlarini iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim. Lekin hozir Adliya vazirligidan chaqirib ishimiz sudga oshibdi, shu ashulalarni ijro qilganim uchun. Mashhurlarimiz bu kabi harakatlari bilan aslida o'zlarining o'tirgan daraxtining shoxini o'zlari aralab qo'ymayaptimi? Dunyoga tanilgan mashhur yulduzlar nafaqat mualliflik huquqiga qat'iy rioya qiladi, balki o'z huquqlarini jiddiy himoya qilayotganligiga ham guvohi bo'lamiz. Masalan, Madonna ham o'z asarlarining mualliflik huquqini qat'iy himoya qilgan san'atkorlardan biri. Uning mashhur Vogue qo'shig'i bo'yicha olib borilgan sud ichida sud xonanda foydasiga qaror chiqarib, $670 ming dan ortiq sud xarajatlarini undirishga qaror qilgan. Yana bir mashhur misol rep qiroli Emin. Uning qo'shig'i ruxsatsiz ravishda reklamada ishlatilgani uchun $8 million kelishuvga erishilgan. Bugun ayrim mashhurlarimizga yoqmayotgan ba'zi huquqiy mexanizmlar ertaning qonuniy himoyasi sifatida aynan ularning manfaatlariga maydalashib o'tirgim kelmadi buni temada. Qisqa va lo'nda qilib aytganda, u bolalar aynan bizni stilimizni olib chiqqan bolalar. Bizni imijimizni, qo'shiq aytish uslubimizni olib chiqib aytgan bolalar. Biz undan hech xafa bo'lmaganmiz. Endi lekin uni mard bo'lib tan olish ham kerak-da odam. Hatto hali tanilmagan paytida, shu yerga men to'yga kirganimda ayol soqini aytib turgan paytni ustiga kirganmiz. Hijolat bo'lgan, chiqib ketib qolgan. Ayol soqi sulb joni qilibsan yashasin dillar. Ko'rildi avvalish oson, so'ngra tushdi mushkullar nodir. Shohjahon Jo'rayev, men o'zimning yo'nalishim bor, san'atkorman. Sen dadalaringning yo'lidagi san'atkorman. Ayol soqi sulb joni. Birovlar qo'shig'ini aytib olqish olgandan ko'ra dedi, botqoqda qurbaqa bo'lib sayragan ma'qul. Onaginam noril omon, kunlar keldi. Kelgine jonu dilim, sarvari yorimda tur. Qara ko'zli salamjon, o'zing yaxshi bilarsan, ko'nglimdagi dardimni so'rab nima qilarsan. Ahraning u qaydasa, bu shirin samalarida san'atkorlarda bor ajib bir naql. Ne bo'lsa ham o'zingnikini aytganing ma'qul. Birovlar qo'shig'i bilan olqish olguncha botqoqda qurbaqa bo'lib sayragan ma'qul.